Yok, ola hamma salom, sizlarga Qizbek. Ola qalaysiz? Bugungi video orolning ikkinchi qismi. Va men maniqlar tozalayotganim. O'la tozasi qolib ketdi. Video topdim. Ana yetildi. Orolga borishgan. Yo'q. Ukamam gapiryapti, gapir. Oroldan orolga borish bormi? Yo'q, salomlash demoqchi edim. Hammasini qilib qo'ygan. O'zim ishlab olganman. Yezdirganmi? Yo'q. Shunchaki ana nima edi? Sekret. Maxluqlardan qilib qo'yganman shuni. Yezdirdan ham savolati qo'ygan. Pigmendan. Pigmendan g'alaba bo'lgan. Bir portlabdi birashka. Portlab deganda mani emas, boshqani portlab deydi. Shuncha narsa. Ishga kirsa bo'ladi. Oltinlarım. Ya olsun sen. Oldu. Taporda oldu. Bilekten kısmı yapıyorum. Ama düşerdi. Özüm ben bilmiyorum hani. Gel suda kalır. Aman tegmen. Çocuktan yemeğim bak. Bunlarda bir mana butun joy o'zi to'lib ketdi. Qayerga qo'yishimni o'zim ham bilmayman. Orolda yortaman deydim ha. O'zim mashina yasayman. To'mlayamiz va mashina qilamiz. Butun orolda yoritib chiqamiz. O'zimlar foydalanmay biranam. Mayli. Hadi kerak bo'lsa Boshqa orollarga borishmoqchiman. Ko'nglar bu yoqda ishlagan. Bu yoqdan qolgani bizniki emas. Biz orolga nasıl yap? Tapır kalasın. Ko'zingga kimdir qilib qo'yganmi? Voy deb yomg'ir shunchalik sharillab yog'averadi. Yo'q deganim yo'q. Yo'q, men bunaqa yo'q qilmayapman. Men bu yoqda keksakmi? Bunaqa kim yo'qmi? Sizga aniqda qurgan o'yim kimga deb o'ylaysan? Kimga? Ana boshqa yetil topsam, ana shunga quraman. Sen esa ana bu yerda uy menga Yerlarda kattalashtirishingiz kerak. Kattalashtirib mana yoqda uy quraman qilib. Yerlar ko'p-ku. Nega Tekslayman bu yerni, tekslayman. yerini ko'paytirish kerak. Orolda. Babasini kim taqdi. Bu yazılan şulardan ibaret tabii. Nimayı sızamıyorum. İkinciden bana kimler yapıyor? Üçüncüden bana Zital'da beşinciden ama Zital'da yeni yarak düşünüyorum. Yok. Hani yarak öğrenemez. Burasında. Bir nechta lapat kesib qo'ydim. Yaxshi.
yur bu yoqqa qolmaslik o'lib ketasan. Men sen o'lishingni xohlamayman, yur. Hozir shappoz yeysan, amay. Jetela urmayman. Oldin bu kichkina bo'ldi. Ancha katta bo'ldi. Kimdir video olmadim. Hammasi ko'plari suvga tushadi. Mana suvga tushadi. Baland o'stiringlar. Qani o'staman. Baland o'smadi teppaga. Yo, nima qilyapti bu? Qani edi berganda mana temir lapatka bo'ladi. Lapatka. O'zbekcha lapatka. Lapatka. Bularga o'zim qo'yib chiqsa teppaga ketaradi aka. Bilamanmi? Shu teppaga chiqinglar. Qanaqa xavfsiz bo'ladida, nima qilaman? Buni bitta qo'ygandan qo'yib ketadi jo'g'ida. Chiqarib chiqmay. Ana jitalar uyga ketishi kerak, mana uyga. Voy, aka, men qarang, boshqa chiqmayman deb yozibdi. Bile. Evi savaşı. Yo. Shundasini to'g'lamayman, nima? Yaxshi qilib bordim. Uxla, men uxlayman. Uxladim. Ishim ko'rdim. Uy, işte. Bu eşek. Minecraft'tan çıkıyor bu arada. Oy, ikinci parça öyle yapma. Bo'pti bola. 1 minutga o'chirib turay. Voydo. Uxladi. Yomg'ir shag'illa yog'di. Soat necha? Sen nima vaqtda chiqasan? Men o'lganimdan keyin bu chiqadi. Necha vaqt o'lyapman? Bunga ko'p. Akınca ancha kuchaytirishdi. Men video olmasdan qildim. Chunki anchadan beri video ko'p chiqmayapti. Mana yomg'ir ham yog'yapti, havo o'zgarib ketyapti. Shuning uchun video chiqaryapman. Vaqtim bo'lmayapti. Voy eshakni tufurg'im. Shunaqayam birayna bo'ladimi bu? Men Yo, ağzınca taş. Oyun. Creeper'de yoktum yanında en yavaş harfini Creeper. En hafifisi. Ola kamet gözüyle Creeper mi yoksun? Ama brana ki yaskılıydı aslında. La Creeper değil şu. Creeper daha çok Creeper. En
eng qo'rqinchli moblardan biri. Xuddi Warden va Wizard va Enter Dragonga o'xshaydi. Va Golem qo'rqinchli emas, lekin o'zingiz yasamagan Golem yomon qattiq urishi mumkin va o'lib qoladi. O'zimcha odamlar uni o'ldiraman deb massali qilib Uzun narsalar tushdi buni. Wow, birdaniga birayam sehrlangan bo'ldi. Buni ham ko'p emas. Xizmat qiladi uni birayam. Lekin bu ko'p xizmat qilmasa kerak. Ko'rinishidan, tuzilishidan. Og'irgina, lekin o'zi kichkinada. Chigitgina. Bu hamma xayr, sizlar bilan men Lazbek bo'ldim bola. Bu videoning 3-qismi chiqishi uchun obuna, like, komment va do'stlaringizga jo'natinglar. Va ular ham aytib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'ysinlar. Chunki biz atiga 92 ta obunachimiz, maqsadimiz 100 ta, undan keyin maqsadi 600 ta bo'lishga yetaylik. Maqsadimiz atiga 100 ta bo'lish, lekin biz hali ham 100 ta emasmiz. Undan keyin 600 ta, undan keyin 1K, undan keyin 10K, keyin 100K bo'ldi. Keyin mayli. Hamma xayr. Sizlar bilan Lazbek bo'ldi bular. Bu nima bo'ladi? Yo. Bo'ldi. 3